Bozorchi aka, savdolar qalay bo'lyapti endi? Nimani ham senga qanaqa savdo hech kundan meni. Aka. Savdo. Savdo yo'q aka, savdolar grechka bo'lyapti akalar. Nari do'kondagi aka, pashalarni men bilaman. Mana hozir qovg'ar keldi. Asalar uchyapti. Chimi? Qilamiz bo'ldi aka, ash ovozlar eshityapman. Hozir qolgan do'konchilar ham shu ahvolmi? Aka, bizda yanvar fevral shunaqa bo'ladi aka. Biz shu kassa ham o'ynamay qo'yganmiz. Oldin kassa o'ynardik, hozir biz do'konchi o'ynayapmiz. Men bir kun unga klient olib kelaman, u menga bir kun klient bo'lib keladi aka. Zo'r. Abetga nima yeyapsizlar? Mana qamerlarni ham senga laqmay. Abet bormi aka? Biz yanvar fevral parhez yuramiz savdogarlar. Qattiq non olib kelamiz. Optoga qo'yib qo'yamiz, qattiq nonni quritib qo'yamiz, keyin qattiq non qilib to'rg'ab turishimiz, yuramiz, shu bilan kun o'tib ketadi aka. Biz ana qo'yib qo'yganda. Klientlarga nima gaplar bor aka? Klientlar kelinglar akalar. Men sizlarni hech kundan raqamay. Yig'lamang. Aka kelinglar. Kiyimlarni olinglar akalar. Qoplab beraman. Toparadi. Esinglar tushib ketsa, ona do'kondan oluvdimi deysizlarda, pulni olib kelib berasizlar. Olib kelib bermasanglar ham bo'laveradi. Jon akalar, olinglar. Narxlar arzonmi o'zi aka? Bekariga beraman. Bekariga beraman. Raqam olmayman, jon aka, raqam bek. O'zingiz bosing. Bo'l. Xullas klientlarga oxirgi gapingiz. Qo'shig'im bor. Bo'l. Klientlar komediya, bir kelay demediya, papag'am olmaydiya va cha unaqa olib kelinglar bo'lgan. Aka, nech pul degan so'zni anchadan eshitmay qo'yganman. Nech pul deyinda? Orqangizda kurtka nech pul? Uy maza qilib aka, yana bitta iltimos aka. Futbolka nech pul? Aka, u futbolkani 3000 so'mga qilib beraman. Joningdan aka, bularga bitta. Mayli aka, bo'pti. Aka, to'xtang, oling, ey.